2025 yil 30 iyun kuni soat 17 onda Mening yurtim kanalida Kechdim o'zbek serialining 26 qismi efirga chiqadi. Bu qism muxlislar uchun haqiqiy voqea bo'lishini va'da qiladi, chunki avvalgi qismlar singari u ham tomoshabinlarni hayajonda ushlab turadi va hikoyaning yangi jilolarini ochib beradi. Kechdim o'zining chuqur ishlangan qahramonlari va o'ziga tortuvchi syujeti bilan allaqachon ko'pchilikning qalbini zabt etgan. Har bir qism hayotiy dilemmalar va kutilmagan burilishlarning ajoyib uyg'unligi bo'lib, oila, sevgi va kechirimning qadrini o'ylashga majbur qiladi. 26 qismda mualliflar ehtiroslar avjini va'da qilmoqda, bosh qahramonlar atrofidagi intriga cho'qqisiga chiqadi, ularning qarorlari esa taqdirli bo'ladi. Aktyorlarning ajoyib o'yini, ayniqsa hissiyotli sahnalarda har bir lahzani jonli va ta'sirli qiladi. Operator ishi va soundtrack muhitni mukammal ta'kidlaydi. Kechdim o'zining samimiyligi va murakkab mavzularni oddiy tilda yetkaza olishi bilan ajralib turadi. Bu hikoya hayajonlantiradi va ilhomlantiradi, tomoshadan keyin yaqinlar bilan muhokama qilish istagini uyg'otadi. Yangi qismni o'tkazib yubormang, u albatta kutganlaringizni oqlaydi.